Hammaga salom, siz bilan birga Mitsushi kanali. Bugungi, ya'ni birinchi mani videoyimda Arrodam animesini sizlarga qisqachagina sharh bermoqchiman. Arrodam animesini sizlar ko'rganmisizlar, ko'rmaganmisizlar, shuni aytib bermoqchiman. Xullas, bu animeda 18+ joylari juda ham ko'p. Shuning uchun men sizlarga aytib o'taman, men u joylarni umuman kesmayman va sizlarga kessa ham bu joylari xato bo'lib qoladi. Anime xato bo'lib qoladi, chunki to'lib yotibdi bunaqa joylar. Shuning uchun xohlasanglar o'tkazinglar, xohlasanglar ko'ringlar. Uni o'zingizlar bilasizlar. Unda 4 soat, 5 soatlab cho'zib o'tirmayman-da, animega ketdik. Anime boshida bir odam tor ko'chadan yurib ketayotgan ko'rishimiz mumkin va oxirida bitta eshik bor. Va u eshikni endi ochaman deganda bo'lsa, u uyg'onib ketadi. Endi bizning bosh qahramonimizga keladigan bo'lsak, bizning bosh qahramonimiz Denji ismli bola. Bu bola anchadan beri qarzini to'lab yuribdi. To'g'rirog'i otasini qarzini. O'zi otasi qarzlarini to'lay olmasdan o'zini o'ldirib yuboradi va u bu yoqqa qarzlarini to'lab yurishga majbur bo'ladi. Shu kichkinaligidan beri to'lab yurish kerak edi. Va uni bitta kuchukchasi ham bor edi. U iblis edi aslida. Uni ismi bo'lsa Pachito. Uni boshida arras bor va u ko'rinishi ham sal boshqacharoq edi, oddiy itlarga umuman o'xshamas edi. Denji qanaqadir ishda ishlamagani uchun pulni iblislarni o'ldirishdan olardi va u iblislarning tanasini bitta xo'jayiniga berardi. U xo'jayini iblislarning tanasini qora bozorda sotardi. Uni aytishi bo'yicha aslida Denji bu uchun ancha harakat qilib qarzdan to'lashga harakat qilyapti, lekin bular bo'lsa bu uchun ozginagina pul berishadi xolos. Bu degani Denji qarzlardan tashqari bor yo'g'i qotgan non bilan suv olishi mumkin edi. Daji suv ham olmas edi. Denji har doim Pachitoga o'zini tilaklari va orzularini har doim aytib yurardi, garchi u tushunmasa ham. Uni aytishi bo'yicha u qaysidir qizni bo'lishidan oldin sevish xohlardi, ya'ni u bilan birga to'shakda bo'lish xohlardi. Va u bilan uchrashish xohlardi, lekin unga bo'lsa uni puli yo'q va u bundan hafsalasi pir bo'lgan. Va yana u aytadiki, men hayotda bo'lmasa ham tushimda ko'rish xohlardim bu narsani. O'tmishga qaytadigan bo'lsak, Denji otasi o'lgandan keyin nima qilishni umuman bilmagan edi va uni xo'jayini, ya'ni hozirgi xo'jayini aytdiki, "Sen qarzdan to'lamasang, seni ertaga o'ldiramiz. Ertagacha nima qilib bo'lsa ham qarzlarni top" deb aytdi. Va u nima qilishni umuman bilmas edi va daraxt orqasida bekim turgan bitta iblis kuchugini ko'rib qoldi. Uni ko'rgandan keyin u juda ham qo'rqib ketdi, lekin u kuchuk zo'rg'agina yashayotdi.